Adomatki yaratganga yolvorib deyolmasman. Murg'ak jonin qaytib ber, ular seni o'ldirdi. Endi borib hammasini Allohimga aytib ber. Marhuma Nozimani ishi yopti bo'lib ketadigan bo'lsa, o'zingizlar uchun bilib olinglar, bular maksimal darajada bu ishni yopishga harakat. Nozimaning ichki organlari qayerda? Mana bu postga e'tibor bering. Tasavvur qilinglar, mana kamera. Nozimani uyi mamlakat ko'rinishda. Adolat beringlar, adolatni ochib beringlar, yuzini yorib. Siz ko'rib turing, kadrdagi insonlar marhuma Nozimaning, ya'ni Koreyada vafot etgan, o'z joniga qasd qildi deb atalayotgan Nozimaning onasi va ularning yaqinlari bo'lib turibdi. Do'stlar, ushbu videolar bitta videoga sig'maganligi uchun bo'lak-bo'lak qilganmiz. Marhamat, videolarni tomosha qilishingiz mumkin. Maksimal like bosing, Nozimaning onasiga tuhmatlar bo'lyapti. Shuning uchun akalar, mana shu videoni maksimal darajada tarqatamiz. Like bosish bilan tarqatamiz. Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring. Ko'zing bilan qarab tur, ertaga bir ish bo'lsa, o'zingni yaqining kimdir bo'lsa kirib, yordam ber, suv quyib berib tur, hech yo'q degan ma'noda o'rganishsin shular ham deb chaqirgan edim. Kelishdida 3-4 ta bloger qizlar ashatda ham fitna qilib, to'paleng qilib ketishdi. Allohdan ham qo'rqmaydi. Bular tushunmayman-da. Men ko'ynim egili bo'lsa hammani chaqiramanmi? O'sha 12 seriyali videoyimda hamki hech kim ismini ham bilmadi, rasmini ham bilmadi, hamma duo qildi. Hech kim birorta bir la'nat bo'lsin ham degan yo'q, hech nima, hamma duo qildi. Men manchalik duo berishganlaring yo'q hali sanlar. Men shunaqa ko'p duo berdim, o'shanda million odam duo qildi. Kimligini bilmasdan duo qildi. O'sha oila, men hali video qo'yganim yo'q. O'zlari qaranglar, bular xalqni aldashaverar ekan bular. Bularga odat ekan. Men bunga mana videoda aytayapman, qizingiz o'zini o'zi osib qo'yibdi deyapman, to'g'rimi? 2-3 kundan keyin o'zlari Instagramga post qo'yishib, hali Momo Orifning ashullasini qo'yib olib, tunlar quyosh bo'lib porlaysan osmonlarda deb tagiga yozib qo'yishibdi. Bizning qizimiz avtotransport hodisasida vafot etdi deb tagiga yozib qo'yishibdi. Xalqni aldab. Va bu qiz o'zini osganligini, aynan shu ismi shuligini meni kanalimdan hech kim bilmagan. Bu Po'sin degan joyda o'sha qizni taniydiganlar og'izma-og'iz yetkazishgan o'sha mahallasiga yetib borgandir. Lekin men orqali shu qizligini, masalan, mana hozir gapirgan ayol qayerda turibdi? Shu qizni, mash qizligini meni kanalimdan bildingizmi? Mana xolis sizga savol. Dichnaman, sizga bilmadim. Bir haftadan keyin New York ko'plar, xolis New York, mana Amerikada turibsiz, opa, to'g'rimi? Ha. Amerikada turgan xonangizga 12 seriyali video qildi deyapsiz. 12 seriyali videoni nima uchun qildim? Ibrat bo'lsin. Odamlar o'zini osib qo'ymasin. Chunki mana shu voqeadan oldin 3 tasi o'zini osib qo'ydi. Bir xil kaseta. Nima bo'pti desam, yigit telefonni ko'tarmagan ekan, o'zini o'zi osib qo'yibdi. Ha, davlat bekorchimi bular? Hammasi o'zini o'zi ossa, davlat hisobidan pul ajratiladi. O'sha oyda o'zida 75 million won pul sarflandi davlat hisobidan O'zbekiston fuqarosini O'zbekistonga jo'natish uchun. Men o'shanga ham achchig'im kelib, davlat puli prosta buni bola, go'day qiz, go'day bola jalka. Keyin davlat puli ham jalka deb turib, men o'sha voqeani negizini, mag'zini, shu nima osishlar ko'payayotganligini bilganim uchun bu Koreya desa odamlar, "Voy, Susan bil borsang $100 har kuni shaq etib $100 pul tushadi" degan odamlardan miyasida fikr bo'lgani uchun Koreyani cho'rnibeli tomonlarini ham ochaylik, ko'rsataylik, odamlar ogoh bo'lsin, farzandidan, qizidan, o'qishga ketgan bolasidan telefonda xabar olib tursin degan ma'nosida ibrat o'laroq ayasidan ruxsat so'rab, o'sha uyga kirayotganimda o'sha uyning egasidan ham ruxsat so'rab kirganman. Men agar ruxsat so'ramay kirganimda hozir ko'chada yurmagan bo'lardim men. O'zi Koreyani politsiyasi nima qilib qo'ygan, qilgan bo'lardi. Men o'sha kuni ibrat uchun qo'yganman. Bironta odam meni kanalimda mana Miss New York meni opaman bas, ammamni nevarasi ham bas. Tanimayman shu qizni masalan. Shu qiz aytayaptiki, mana seni kanalingda 12 serialini ko'rdik, lekin kimligini bilmadik deyapti hozir mana. Shu qiz ko'rmasdan duo qildi shuni. Va o'sha videoda
Koreya deganda shunaqa hodisalar ham bo'lar ekanda. Aynan Koreyada emas, demak, musofirchilikda shunaqa voqealar ham bo'lar ekanda. Qizim o'qirdi Koreyada, o'g'lim o'qirdi. Sal bunday ligirovka qilishim kerak ekanda degan ota-onalarda tushuncha bo'lsin, odamlarga signal bo'lib, o'lim kamaysin degan meni qalbimda niyatim bor edi. Musulmonlar, o'zbekmisizlar, nima bunaqa qiynaysizlar meni? Alloh ko'rib turibdi-ku. Hech sizlar birontalaring ko'rmasalaring ham Alloh ko'rib turibdi meni qalbimni. Meni qalbimda o'lmasin, shu yoshlar o'lmasin degan narsa bor edi. Men 12 seriyali video qildim deyapsizlar. Meni oldindan kuzatadiganlar biladi, mana Shahzodni ham 20 seriya qilganman bir kunda. Men har bitta qilayotgan videoyimni mana Muhammad degan jintayib qolgan bolani ham 12 seriya qilganman. Undan oldin Imrondan necha seriya men ko'rsatib boraman. Ani Shavkat Zulfiqorga o'xshab bugun ehson qo'yib, ertaga natijasini qo'yadigan kanal emas meniki. Bu Koreya, umuman boshqa joy, boshqa madaniyat, boshqa qiyinchiliklar, bu qiyin narsa. Meni qalbim xuddi bir Allohdan qo'rqdinglar va bitta gapimda. Kattanga qottarsin gandonda inangda eshak siksin. Advokat aka yozib oldingiz aka. Advokatga tashlab beringlar mashina. Yozilyapti. Menga Sizdan men so'kishdan oldin bir marta shu odam qilgan ishini qilib qilalasizmi? Tilingizga kelganini gapirmang. Mikrofonini o'chirib qo'ydi. Avazbek qizil bo'lib qoldi. Gapiryapti. Qo'lini ko'taryapti Avazbek. Hozir. O'g'il bolalar, erkak kishilar iltimos tarbiyalaydi. Tarbiyalarni bunaqa ko'rsatmanglar. Bu ota-onalar kelib yarashmaydi o'g'il bola. Avaz akani ochib yuborsinlar, Avaz akani. Qo'llarini ko'tarib o'tiribdilar. qaytaraman. Men yana qaytaraman. Meni hozir shu kanal meniki emasligini isbotlab qo'yishyapti bolalar. Masalanda, bu guruhda normalniy bolalar o'tiribdi. Men ham bu kanalga so'rab kirib gapiraman. Agar noto'g'ri gapirsam, o'chirib tashlay. Bu kanalda mana shu tema boshlangandan boshlab hamma narsa zapis bo'lyapti. O'ng tepani qaranglar, yangilar bilan savol-javob qilib qizil nuqtacha turibdi. Mana shu zapis ketyapti degani. Bu zapisni kerakli odamlar eshitib o'tiribdi. Kim haq, kim nohaq bilib o'tirishibdi hamma. Kerakli odamlar. Mana bitta musulmonmiz-ku, mana u o'lgan odam O'zbekiston farzandi bo'lsa, men nima Amerika farzandi yo Germaniya farzandi emasman, men ham o'sha O'zbekistonning bolasiman men ham. Undan nohaqlik qilib tashamayman. Bitta odamga adolat. Bu men o'rtada turibman, tirikka ham, o'likka ham. Men hali ashula bittasi qotil bo'lib chiqsa, lupida meni ko'radi. O Kanadadami, hatto Amerikadami o'tirgan odam o'sha joyda o'tiraveradi o'sha paytda ham. Lopida meni ko'radi. Ikkalasi agar bittasi qotil bo'lib chiqsa, endi politsiya qotil yo'q deyapti. Ko'rsatdi. Mana u kamerani och bo'lmasa o'sha senga tashlab berdi-yu, qizing ko'chaga chiqib, qaytib o'zini osib, keyin ikkalasi olib chiqib ketayotganini tashlab bergan bo'lsa, ko'rsat xalqqa. Nimaga unda qizing o'zini o'zi osganligini bilib qolishadimi odamlar? Ko'zi ochilib qoladimi? Hamma zapisni ko'rsatyapsan-ku, hamma zapisni olib chiqib, birovni bolasini yomonlab, mana kulib ko'tarib ketyapti deb ko'rsatyapsan-ku, 600 ta video bor edi-yu. Nima video topolmayapsan? Birasa 650 ta video borda, uni nima qilish kerak, nima montaj qilish kerak deydi. Ha, montaj qilma, odamlar o'zi ko'rib oladi. Xolis bo'lsang tashlab ber montajni. Birovni bolasini olib chiqib kulib ko'taribdi, yig'lab ko'tarib. U yig'laganmi, kulganmi sen qayerdan bilasan? O'sha kuni eshitdamiding? Yo, bular odamning qalbi bilan, odam qalbini yorib ko'radimi bular, bilmayman. Hozir mana ko'rdilar-ina, basharasini ko'rsatdi bittasi.
chiqib turib nagili aytdi-da, men Avazbek, men san birinchi gaplashgan kuni ayasini oldi dedim deydi. Shuni ayasini oldi deb zapist qo'yib bersam, qochdi keyin. Sanlar meni ustimdan yoz, orziqib kutyapman, yoz. Yana qaytaraman, yoz ustimdan. Men yozolmayapsan. Men advokatlaring menga boshida to'palin qilib telefon qiluvdi. Sanlar olgan odam advokat emas ekan. Bitale milisadan chiqqan odam menga shularda advokati menda telefon qilyapti menga. Advokat emas u odam. Mana advokatlarim qarab turib kulyapti. Bu advokat emas deyapti. Bu o'rtakash bu deyapti. Advokat bilan ko'chada yurgan odamning o'rtasida o'rtakash bo'lib pul yeb yuradigan odam deyapti. Shuning uchun ko'zlaringni ochinglar. Emas, ko'zlaringni ochasizlarmi, yumib olasizlarmi? Menga vashi kapikali qizig'i yo'q. Mashatdagilarni qalbidan joy olish uchun men vashi ish qilmayman. Alloh bilsin, mana ko'rayotgandirsizlar, yonimda turgan xotinim ham gapirib chiqdi. Bemalol. Bemalol. Mana ishimni qilgan odam mana shunaqa ekan endi. Bu yo'l shunaqa ekan endi. Mana shu ketayotgan yo'l shunaqa ekan endi. Hatto o'zingni xotining ham gapirar ekan, xotiningga ham yoqmas ekansan, o'zingni yaqinlari ham. Men hozir yaqinlarim ham so'kadi. Avazbek senga shuncha gap zarilma deydi. O'zingni hayotingda. Mana shu kanalim bilan bor, Instagram kanalim bilan o'tda qatta yo'q bir 500 mingta obunachi borlar ham oyiga 10 ming, 20 ming dollar O'zbekistonda reklama qilib pul topyapti. Men Koreyada mashina bozoriga bitta chiqib bitta indamarkan reklama qilsam, oyiga 50 ming dollar pulni o'ynab topaman men. Kerak emas. Ertaga men o'sha pulni ko'tarib olib ketolmayman qabrimga, bilganim uchun shu yordam beradi deyapman. Yana hali elchixona yordam beradi, avaz yo'q bo'lsa ham deganlar. Elchixona yordam bera olmaydi. Yozib ol shu gapni, bayroq qilib ko'tarib yur. Avaz qilgan ishni elchixona qilmaydi, elchixona qilgan ishni avaz qilmaydi. Bitta meni o'rnimda bitta odam bo'lishi kerak. Meni o'rnimda bitta musulmon odam bo'lishi kerak. Bitta o'lganlar musulmonlar. Musulmon odamga musulmoncha muomala qilinishi kerak. Hali xristian bilan musulmon birta yashiga solib jo'natilavermaydi. Ikkalasiga bo'ladigan e'tibor har xil bo'ladi. Mana shu to'g'miyalar tushunmayapti shuni. O'zi normalniy odamlar ko'zi ochildi o'zi. Aldayotganini bilmayapsizlarmi? Mana tashab beringlar, o'shanga pul tashaganlar, ana advokatga tashab beringlar, qani advokat? Yo'qib qoldimi advokat? Advokatga tashab beringlar. O'zini oilasidan chiqib gapiryapti. Mana zapis turibdi, uni ham qo'yib beraymi, ishonmaysizlarmi yo'q? Men qo'shnisini ham gapirmayapman. O'zini oilasidan bitta odam chiqib gapiryapti. Avaz aka, kuniga 50 milliondan pul yetishyapti bular deyapti. Mana zapis turibdi. Tuhmat qilding degan zapis tashab beraman senga. O'zing oila ichidan gapiryapti shu gapni. 50 milliondan pul yechyapti kuniga. Bu qachongacha ehson yig'adi deyapti. Bu advokatga nech pul berasiz o'zi deyapti. O'y, sanlarni boru shu kungacha qilgan ishlaringdan to'lib ketdi menga. Lekin men sanlarga o'xshab u temani bu temaga aralashtirib o'tirmayman. Bechoralar deb qo'yaman. Gapirsa, bechoralar, gapirib o'lib ketishdingmi? Mo'ykalar, qo'poq qilayotganda mo'yka bular. Biz yaqinda Koreyada masjid ochdik. Masjid pulini yeding deding, qatgadir pul chiqarib yoribdi deding. Ey, kazzoblar, o'sha gapni ko'tarib yurganlar. Yoz 4 yil bo'ldi mana shu ma'lumot chiqqaniga, 4 yil bo'ldi. Avaz qanaqadir davlatga pul jo'natar ekan, kimlardir moliyalar bir narsa qilar ekan, duxing bormi? Yoz ustimdan. Kazzob, yolg'onchi. Men-ku sanlarni joy namozni ustida ham yozib qo'yganman. Alloh bitta hali ko'rsataveradi sanlarga. Sanlarni men urmay Xudo ursin. Men ursam sal yengilroq uraman-da, Xudo ursa ko'tarib uradi, zotingga qo'shib o'zingkilarga yurasan. Avazbek, yaxshimisiz uka? Ahmad, Xudoga shukr. Bo'ldi, Avazbek, nervingiz o'zingizga kerak emasmi, jon uka? Hayotingiz o'zingizga, sog'lig'ingiz o'zingizga kerak emasmi? Nima qilasiz bu tushunmaydigan odamlarga tushuntirib? O'lib ketsin, o'zini nimasiga o'ralib yuraversin, muammosiga. Gulyapa, bu yerda tushunmaydiganlar va tushunadigan, yangi qo'shilganlar bor. O'shalarni hisobga olib gapirarsin. Tushunsa tushunmasa gapiryapman. Men bitta narsani aytib o'tay, mana shu yerda, hali bu kanalni mana hozir og'zimni yopib qo'yishda, ko'rdilaringlar, yangi kirganlar. Bu kanal meni kichkimim bas. Bu kanal menga boshda qarshi bo'lgan. Menga qarshi videolar chiqarib yurgan. Keyin qarasa, cho'ta nari tomon shaxsiy adovatga o'tib, fitnaga o'tib, xalqni ikkiga bo'lyapti.
Keyin bu kanal sraz haligi hammani olib chiqdi, o'sha voqeadagi bir 20 ta odamni olib chiqib gapirtirdi shatda. Keyin o'sha adminlari shu yerda bir neto gap ketayotganligini, cho'tabatda adolat bo'lmayotganligini, bir tomonga yon bosish, kimnidir obro'sizlantirish, kimnidir o'rniga ega bo'lish, qanaqadir bir manfaatlar to'qnashuv bo'layotganligini bilib qolib, adolat uchun mana shu kanal turaveryapti. Nimaga men bu kanalni qo'yapman? Chunki haqiqatlar gapirilyapti bu kanalda. Yoqsa, yoqmasa. Men mana shu kanalda adminlariga, keyin meni o'zi tanimayman, bitta katta adminlari bor. Zam hokim deyshadi. U odamni umrimda ko'rmaganman. Ana shu odamga rahmat aytmoqchiman. Yana bitta bola bor. Alloh uchun yaxshi ko'raman. Hali Hujumiy degan bola bor. Juda hali men o'zim ham shu Hujumiyga havas qilaman. To'g'risida gap kelganda gapirib olay. Shu Hujumiyni asabiga havas qilaman-da. Asablari shunaqa joy-joyida shunaqa gapiradi. Uni asabiga 800 ta xotin ham tegalmaydi-da. Shunday gapiradi, o'tkazib tashlaydi. Shu kattasi bilan ham lopma-lop chiqib miyasini qisib qo'yadi. Sekin palonchini laychasida jo'natib olishdi. Mana shu guruhni o'sha ushab turgan haqiqiy haligi maytda nohaqlik bo'lyapti deb Alloh uchun chiqib bir shularga oylik ham berayotgan yo'q, boshqa qilayotgan yo'q. Shu vatandoshlarimiz bir-birini go'shini yeb qo'ymasin, bir adolat bo'lsin deb turgan insonlarga men bular birontasini hayotda tanimayman, nomeri ham yo'q. Shu odamlarga men rahmat aytmoqchiman, haqlariga duo qilaman qo'limdan kelgancha. Mana shu kanal adminlariga men masalan hech kimni tanimayman bitta. Hozir mana shu ko'p gapirsam, meni mikrofonimni o'chirib qo'yishadi. Prosta hamma qatori chiqib, voqeani ayni haligi nimasi bo'lganim uchun sal ko'proq vaqt berishyapti, gapiryapman. Bu odamlar o'zgarmaydi. Bular boru shu dadasi aytsa ham hozir dadasi qotil yo'q desa ham o'zgarmaydi bular. Bular o'sha qulog'i o'sha programmalashtirilgan. A desangiz B deb eshitadi quloq. Men iloyim duo qilaman, shular 100 yoshga kirib, shu avazda bir narsa borda deb meni tuhmat qilib, g'iybat qilib, bo'xton qilib, meni gapirib o'lsin, shu 100 yoshga kirib o'lsin. Umri davomida meni ko'lab o'lsin shular. Men shuni duo qilaman. 100 yoshga kirsin, 100 yoshda ham mana shu fikrda qolishsin shular. O'zgarmaydigan odam o'zgarmadi ekan. Davlat gapirib turibdi-ya. Bo'lmasa g'orga borib yasha. Davlat aytayapti, hozirgi dastlabki nimaga biz elchixonaga borsak, surishtiruv o'sha 80-90% o'sha mana shu ish mashu deyapti. Endi ozgina bor deyapti. Endi o'sha onasi kelish kerak, bitta narsalar ko'rish kerak, ishonmasa yana bitta narsalar surishtirish kerak deyapti. Endi hozir qotil yo'q bo'lsa, sanlarga qotil top bermaydi-yu. Yana organizm sotilgan bir bolalar deyishyapti. Organizm sotilgan bo'lsa, dalil bilanki ochib yor qarachi ichida turgandir balkim. Tuhmatchilar. Sanlar normalniy davlat tashkilotlariga, Koreyadagi tashkilotlarga ham sakrab qo'yganing uchun mazin qochiriladi. Hech tashvishlanma, senga sen Amerikada tug'ilmaganing uchun sen o'ylama, 100% Amerika fuqarosiman deb. Amerika fuqarosi bo'lsang, undan ham zo'r bo'ladi. Hukumatga Amerikada qanaqa jazo bor? Uni o'zlaring bilib olasizlar. Hozir advokat kirib aytdi shuni. Davay, nimaga pul tashaganlar advokatga yozinglar, qani so'rasinchi. Ehsonni pulini lyugurovka qilib, kecha menga nagili mana shu kanalga qaranglarda post qo'yib qo'yishdi. O'shalarni kanalda turgan bitta xola, yoshga katta xola, nevarasi o'ynatib o'tirsangiz bo'lmaydimi? Xola fitna qilmasdan. Hali bittasi bilan gaplashgan skrinshotini qo'yib qo'yishdi. Haligi joyda aytadiki, avazni shotiga pul tashlaymiz, keyin buni ustidan yozamiz deya. Ya'ni rahnamolari ham aytadiki, bir kun chatida aytadiki, buni shotiga $2000 pul tashlaganmizda, keyin ustidan yozishga ariza tashlaganmiz deydi. Beparosat. Sen xotinga advokatga pul bera olmayapsan. Qanday shotimga $2000 pul tashlaysan sen? Biletiga pul qilib bera olmaysanmi sen? O'z araveni tort. Katta ishlarga aralashmasdan bo'ldi. Bu mashindan keyin bunaqa katta ishlarga aralashmaydi, o'zi yeb qo'ydi. O'zi hozir uyda yotganda bekor aralashibman shunga. Translar bilan shug'ullanib yursam bo'lardi deb o'tiribdi-yu, lekin hali kibr yo'l qo'ymayapti-da, fortishga topolmayapti. Bir narsa qilib Assalomu alaykum, Ozbek Hashim.
kanalini bir kun tap etib uyqudan tursalaring bitta o'chirib qo'yadi, oqtarib yurasizlar. Keyin mana shu akalaringga ishonib yatta-batta kimnidir so'kib qo'ygan bo'lsalaring, O'zbekistonda ma'muriy jazoga tortirib, ot kallasi deb pulni to'layotganlaringda o'sha Amerikadagi akalaring bir tiyin yordam bermaysizlar. Sani kanalingda, sani postingga ishonib palonchiga tuhmat qilib qo'ydim siz, nima qilay deydi. O'zi yo'q bo'lib qoladi o'sha paytda. Qarab turing. O'shaning uchun u akalaringga ishonib katta ketib chatda, kommentda katta ketib yozmanglar. Ishoninglar, yozmanglar. Davlat gapirsin, undan keyin gapiringlar sizlar. Menga desa o'sha davlatni chiqarib bergan nimasini peshonalangga yopishtirib ko'chada baqirib yuringlar. Gapiring aka. Assalomu alaykum, Ozbek aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom aka, yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr, sog'ligingiz yaxshimi? Men ham xolisona o'z fikrimni bildirsam bo'ladimi? Xolisona. Shunda obunachi sifatida. Yana bitta narsa aytib qo'yay, folbinlar, juhudlar, menga sehr-pehir qilib yurmanglar. O sehrlaring menga o'tmaydi. Yana qaytaraman. Sehr qilib yurishma. Ey, shu yo'qotish uchun shu sehrga ham o'tishibdi. Sehr qilishma menga. O'tmaydi u sehr, tushunyapsanmi? O'tmaydi. Mana o'tkazolmayapsan shuncha paytdan beri. O'tmaydi. O'zbek tilida aytyapman. O'sha folbinlaringga borib ayt, rasmimni ko'rsatib, sehr o'tmayaptimi bu bolaga deginda. Folbinlar ham bu bolaga sehr qila olmayman deydi, shunday atkaz qiladi. Ishonmasang borib ko'rsat. O'tmaydi seni sehring. Ovora bo'lib pul berib yurma. O'sha folbinga. Rostdan qilishdimi Avazbek aka? O'limga sehr qilibdi bittasi. Bitta bakalashgani ichiga ilonni solib, rasmimni solib, mana shu